Bani İsrail, İsra suresi, Mekke'de nazil bolgan, cemi 111 ayet. Nahayeti şefqatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Allah barcha nuqsandan pokdir. O Muhammed alayhissalomga o'z qudratining ba'zi dalillarini ko'rsatish uchun bandisini, ya'ni Muhammed alayhissalomni bir kechida Masjidi Haramdan atrofini barakatli qilgan Masjidi Aqsoga ilib keldi. Haqiqatan Allah hammani anglab turg'uchidir, hammani ko'rib turg'uchidir. Musaga kitobni, ya'ni Tavratni ato qildik. Kitobni Isroil avlodiga yetakchi qildik. Ularga mendan g'ayrini homiy, ya'ni parvardigor qilib olmanglar dedik. Ey biz Nuh bilan billa kemiga tushirganlarning avlodlari. Ajdodinglarni g'arq bo'lib ketishdan qutqizdik. Allohning ne'matiga shukr qilinglar. Nuh haqiqatan ko'p shukr qilg'uchi banda edi. İsrail avlodiga kitobda, ya'ni Tavratda, Falastin zaminda cho'qim ikki qatim buzg'unchilik qilishlar va zulm qilish bilan, Alloh cheklagan ishlarni qilish bilan to'limi haddinglardan eshib ketishlar deb vahiy qildik. Birinchi qatimliq buzg'unchilikning jazosi va'da qilingan vaqt kelganda sizlarni jazolash uchun sizlarga kuchlik bandlarimizni avatdik. Ular sizlarni o'ltirish, bulang-talang qilish uchun uylarni oqtirdi. Sizlarga dushmanni musallat qilish cho'qim ishqa oshadigan va'da edi. Ondan, ya'ni tövbe qilganinglardan keyin sizlarning ulardan ustunlikinglarni asliga keltirdik. Ya'ni dushmaninglarni halok qildik. Sizlarni uning ustidan g'olib qildik. Sizlarga nurg'un mol va avlodlar ato qildik. Soninglarni ko'p qildik. Ey İsrail avlodi, agar yaxshilik qilsanglar, yaxshiliginglar o'zinglar uchundir. Yomonlik qilsanglarmi o'zinglar uchundir. Ikkinchi qatimliq buzg'unchilik jazosining va'da qilingan vaqti kelganda, dushmanlarning xor qilishi bilan yuzinglarda qayg'uning alomatlari ko'rilishi, ularning Baytul Muqaddasga dastlabki qatimda kirganda kirishi va ishg'ol qilganligi yerni vayron qilishi uchun ularni biz avatdik. Agar tövbe qilsanglar, Parvardigoringlarning sizlarga rahim qilishi muhaqqaq yaqindir. Agar sizlar qaytsanglar, ya'ni qayta buzg'unchilik qilsanglar, bizmi qaytimiz, ya'ni biz sizlarni qayta jazolaymiz. Biz jahannamni kofirlar uchun zindon qildik. Bu Qur'on haqiqatan eng to'g'ri yo'lga boshlaydi. Yaxshi ishlarni qiladigan mo'minlarga ularning cho'ng mukofotga erishadiganligi bilan xush xabar berdi. Ya'ni mo'minlarga xush xabar berdi-ki, oxiratga ishonmaydiganlarga qattiq azob tayyorladik. İnsan o'ziga va bola chaqalarga xayrlik duo qilgandek, ochig'i kelganda badduo qiladi. İnsan aldirang'udir. Kechi bilan kunduzni kamoli qudratimizni ko'rsatadigan ikki alomat qildik. Kechining alomatini ko'tarib etdik. Parvardigoringlarning fazlini talab qilishinglar, ya'ni turmush lozimatliklarini tepish yo'lida sayi harakatda bo'lishinglar uchun kechi bilan kunduzning almishishi orqali kunlarning, oylarning, yillarning sonini va hisobini bilishinglar uchun kunduzning alomatini yo'riqlik qildik. Diniy va dunyoviy ishlarning hammasini tafsili bayon qildik. Her bir insonning amalini uning bo'yniga isib qo'yamiz. Ya'ni insonning qilgan har qanday amali xuddi bo'yinchoq bo'yindan ayrilmagandek uningdan hargiz ayrilmaydi. Shuningga yarasha jazo beriladi. Qiyomat kuni uning nomi amalini ko'rsatamiz. U uni uchiq ko'rdi. Uningga nomi amalingni o'qigin. Bugun o'zingga, ya'ni bu qilmishlaringga o'zing guvoh bo'lishing kifoya deyiladi. Kimki hidoyat topadigan, hidoyat topganligining foydasi uning o'zi uchundir. Kimki ozdikan, ozganligining ziyni uning o'zi uchundir. Bir odam, ya'ni bir odamning gunohini ustiga olmaydi. Payg'ambar avatmay turib, hech odamni jazolaganimiz yo'q.
Birər şəhər ahalisini halaq qılmaqçı bolsaq, onundakı dövlətmən adamlarını bizə itaat qilishqa buyuruymiz. Ular itaat qilmay, pisqi pasat qılıdı, ularga azabımız tegishlik buludu. Şunun bilan ularni qorqunchliq ravishda halaq qilamiz. Nuhdan keyin payg'ambarlarni inkor qilgan nurg'un ummatlarni halok qildik. Parvardigoring bandalarining gunohlarini to'liq bilib turishda, ko'rib turishda yetarlikdir. Biz dunyoni ko'zlaganlar ichidan xohlagan odamga uning xohlig'ini emas, bizning xohlig'imizni beramiz. Andin uni oxiratda jahannam bilan jazolaymiz. Jahannamga u xorlangan, Allohning rahmatidan qo'g'langan holda kiradi. Kimki oxiratni ko'zlaydi ekan va mo'min bo'lib oxiratga loyiq amallarni qiladi ekan, mundaq odamlarning qilgan amali Allohning dargohida qabul bo'ladi. Bularning va ularning har ikkisiga Parvardigoringning ato qilganidan beramiz. Parvardigoringning ato qilgani hech odamdan manni qilinmaydi. Ularning ba'zisidan qandoq ustun qilganligimizga qarag'in. Oxirat darajalaridagi farq albatta texmi cho'ngdir va ustunlik jihatdagi farq ziyoda cho'ngdir. Allohga boshqa ma'budni sherik qilmag'in. Unda qilsang Allohning dargohida ayiblangan, Allohning yordamidan mahrum bo'lgan holda do'zaxda hamisha qolasan. Parvardigoring faqat uning o'ziga ibodat qilishinglarni va ota-onanglarga yaxshilik qilishinglarni tavsiya qildi. Ularning biri ya ikkilisi sening qo'l ostingda bo'lib yashinib qolsa, ularga ohoy demagin. Ya'ni malollikni bildiradigan shunchalik so'zni qilmagin. Ularni dushkanlamagin. Ularga hurmat bilan yumshoq so'z qilgin. Ularga kamali mehribonlikdan nihoyatda kamtar muomilada bo'lgin va ey Parvardigorim, ular meni kichikligimda tarbiyaligimdek ularga marhamat qilgin degin. Parvardigoringlar dillaringlardagini obdan bilguchidir. Agar sizlar yaxshi bo'lsanglar, ya'ni ota-onanglarni qaqshatquchi bo'lmasanglar, Alloh sizlarning xatoliginglarni kechirdi. Alloh haqiqatan tövbe qilib turg'uvchilarni mag'firat qilg'uchidir. Tuqqanga, miskinga, ibn sabilga xayri saxovatdan haqqini bergin. Pul milangni noto'g'ri yo'lga isrof qilmagin. İsraf qilg'uvchilar haqiqatan shaytonlarning qarindoshlaridir. Shayton Parvardigorga to'limi kufrini ne'mat qilgan edi. Agar sen Parvardigoringdan kutayotgan marhamat nozil bo'lgandan keyin, ondan ularga xayr saxovat qilmoqchi bo'lsang, ya'ni qo'lingda ularga berilgan bir narsa bo'lmasa, ularga chiroyli gap qilgin. Qo'lingni bo'yningga bog'lab olmagin, ya'ni bexillik qilmagin. Qo'lingni to'limi ichibmi ketmagin, ya'ni isrof qilmagin. Unda qilsang pulsiz qilib malomatga, pushaymonga qolsan. Shubhisizki, sening Parvardigoring xohlagan odamning rizqini keng qiladi, xohlagan odamning rizqini tor qiladi. Alloh haqiqatan bandalarining ahvolini, manfaatini bilib turg'uchidir, ko'rib turg'uchidir. Kambag'allikdan qo'rqib bolalaringlarni o'ltirmanglar. Ularning va sizlarning rizqinglarni biz beramiz. Ularni o'ltirish haqiqatan cho'ng gunohdir. Zinoga yaqinlashmanglar, chunki u qabih ishdir, yomon yo'ldir. Nahaq odam o'ltirmanglar ki, Alloh nahaq odam o'ltirishni harom qildi. Kimki nahaq o'ltirildikan, qotildan qisos elish, ya diyat elish, ya kechirim qilish huquqini o'ltirilguchining egisining qo'lida qildik. Egisi qisos elishda chekdan chiqib ketmasin. Qotildan g'ayrini o'ltirish ya uning a'zolarini kesish, bir odam uchun ikki odamni o'ltirish qatorliq ishlarni qilmasin. Nahaq o'ltirilguchining egisiga Alloh haqiqatan madadkordir. Jitimning melini toki u balog'atga yetganga qadar jitimga eng foydali usulda tasarruf qilinglar. Ahdiga vafo qilinglar. Qiyomat kuni ahdi ustida, ya'ni ahdiga vafo qilmaganlik ustida albatta savol so'roq qilinsizlar. Sizlar boshqalarga oshli qatorliqlarni o'lchab berganda to'liq o'lchanglar va to'g'ri tarozida tortib beringlar. Bunda qilish sizlarga dunyoda yaxshidir, oxiratlikinglar uchun texmi obdandir. Bilmaydigan narsanga agashma. Ya'ni bilmaganni bildim, ko'rmaganni ko'rdim, anglamaganni angladim dema. İnsan qiyomat kuni quloq, ko'z,
dil, ya'ni sezgu a'zolarining qilmishlari ustida haqiqatan savol so'roq qilinadi. Sen ziminda mag'rurani yurmagin. Akavurliqdan oyig'ing bilan yerni teshib o'tolmaysan. Har qancha gidaygining bilan igizlikda tog'larga tenglisholmaysan. Yuqorqi ishlarning hammasi qabih bo'lib, Allohning dargohida yomondir. Bular Parvardigoring sana vahiy qilgan hikmatlarning bir qismidir. Allohga boshqa ma'budni sherik qilmagin. Bo'lmasa malomat qilingan Allohning rahmatidan qo'g'langan holda jahannamga tashlanasan. Acaba Allah sizlarga o'g'illarni xos qilib, farishtalarni o'zining qizlari qilib olganmi? Haqiqatan sizlar cho'ng so'zni qilyapsizlar. Ularni ibrat olsun deb vaz nasiyatni Qur'onda turli shaklda bayon qildik. Buning bilan ular haqiqatan texim jiroqlashmoqda. Mushriklar aytgandek, Allah bilan birga yana boshqa ilohlar bo'lgan taqdirda arsh egisi Allah ustidan g'alaba qilish uchun albatta yo'l izlagan bo'ladi. Allah pokdir. Ularning bo'xton so'zlaridan yuksak darajada olidir. Yetti osmon, zimin va ulardagi maxluqotlar Allohni pok deb biladi. Koinotdagi qandoqliki narsa bo'lmasin, Allohni pok deb madiylaydi. Ya'ni Allohning ulug'ligini so'zlaydi. Lekin sizlar tilinglar o'xshash bo'lmaganligi uchun ularning madiyasini sezmaysizlar. Allah haqiqatan bandalariga alimdir. Ya'ni osiylik qilganlarni jazolashga aldirab ketmaydi. Tavba qilguvchilarni mag'firat qilguvchidir. Ey Muhammad, sen oxiratga ishonmaydiganlarga Qur'onni o'qigan chig'ingda ular bilan sening orangda yoshirun parda paydo qildik. Qur'onni tushunmasin deb ularning dillarini pardiladik. Ularning quloqlarini eg'ir qildik. Qur'onda yolg'iz Parvardigoringni tilga olsang, ular o'rkib qechib ketadi. Tilovatingga ularning nima uchun, ya'ni masxara uchun quloq soldiganligini biz obdan bilamiz. Ular qiroatingni tingishgan chog'larda sening to'g'rangda pichirlashidi. Ayni vaqtda zolimlar mo'minlarga, sizlar faqat sehrlangan odamgila agishyapsizlar deydi. Ularning sening to'g'rangda birdam sehrgar, birdam shoir, birdam majnun degandek nurg'un misollarni keltirganligiga qarag'in. Ular mushundoq bo'xtonlarni chaplash bilan ozdi. Ular hidoyatga yo'l topolmaydi. Mushriklar biz quruq so'ngak bo'lib va chirib to'pi bo'lib ketgandan keyin cho'qim qayta tirilib yangidan odam bo'lamdiq deyishidi. Sizlar tosh yoki tumur yoki hayotlikni tasavvur qilish texmi qiyin bo'lgan bir narsa bo'lib ketsanglarmi, Alloh sizlarni tirildirdi. Ular bizni kim tirildirdi deydi. Sizlarni dastlabda yaratgan Alloh tirildirdi degin. Ular sana başlarını linçtip, o qachon bo'ladi deyishidi. Sen o pat yaqinda bo'lishi mumkin degin. Shu kunda Allah sizlarni chaqirdi. Sizlar uningga hamda aytib ijobat qilasizlar va dunyoda faqat ozg'ini turgandek o'ylaysizlar. Bandalarimga aytqinki, ular yaxshi so'zlarni qilsin. Shubhisizki, shayton ularning orasida fitna qo'zg'aydi. Shayton insonga haqiqatan oshkora dushmandir. Allah sizlarni obdan biladi. Xolisi sizlarga rahim qiladi, xolisa sizlarni azoblaydi. Seni ular, ya'ni kofirlarga homiy qilib avatganimiz yo'q. Parvardigoring osmonlardagi, zimindagi bandalarining ahvolini hammadan obdan biladi. Biz haqiqatan payg'ambarlarning ba'zisini ba'zisidan ustun qildik. Davudga Zaburni ato qildik. Sizlar Allohni qo'yib Xudo deb o'ylaganlaringlarni chaqiringlar. Ularning qo'lidan sizlardan baloni ko'tarib etishmi va uni boshqalarga yo'tkab qo'yishmi kelmaydi. Ular Allohni qo'yib iloh deb ibodat qiladiganlarning o'zlari ibodat orqali Parvardigorga yaqin bo'lishini tilaydi. Ularning orasida Parvardigorga yaqinroq bo'lgani ham ibodat orqali Allohga yaqin bo'lishni tilaydi. Parvardigorning rahmatini umid qilib, uning azobidan qo'rqidi. Parvardigorning azobi haqiqatan saqlanishga tegishlidir. Allohga osiylik qilgan har qanday bir shahar bo'lmasin, uni biz qiyomat kunidan burun halok qilamiz.
yoki uni qattiq azoblaymiz. Bu lavhul mahfuzda putilib ketgan hukmdir. Quraysh mushriklari talab qilgan mo'jizlarni maydonga keltirmasligimiz faqat burunqilar, ya'ni ilgirki ummatlarning mo'jizlarini yolg'onga chiqarganligi uchundir. Biz Samudga tishi tugini ro'shan mo'jiz qilib berdik. Ular uni inkor qildi. Biz mo'jizlarni faqat bandalarni qo'rqitish uchun avatimiz. Öz vaqtida biz sana Parvardigoringning haqiqatan kishilarning ahvolini to'liq bildiganligini aytdik. Biz sana Miraj kechisi osmon zimindagi ajoyiblardan ko'rsatgan ko'rinishni, Qur'ondagi la'nat qilingan daraxtni, ya'ni Qur'onda zikr qilingan zaqqum daraxtini faqat kishilar uchun sinoq qildik. Biz ularni, ya'ni mushriklarni qo'rqitamiz. Bizning qo'rqitishimiz ularning yo'lsizligini texmi kuchaytirdi. Öz vaqtida biz farishtalarga odamga sajda qilinglar dedik. İblisdan başqa hammasi sajda qildi. İblis, sen laydan yaratqanga sajda qilamdiman dedi. İblis, manga aytib bergini, sen mendan ustun qilgan odam mushumu? Agar manga qiyomatgacha muhlat berdigan bo'lsang, uning avlodining ozg'inisidan boshqasini ozdirib tüp yiltizdan quritib etaman. Ya'ni ularni xohlagancha yetilayman dedi. Allah İblisga aytdi. Barg'in, sana möhlet berdim. Ulardan, ya'ni odam bolalaridan kimki sana agishir cehennem sana ve ularga berilgan to'liq jazodir. Ularning ichidan qo'zg'ata oladiganligi odamingni ovozing bilan, ya'ni gunohga chaqirishing bilan qo'zg'atqin. Atliq va piyoda qo'shining bilan ularga hujum qilgin. Ularning mollariga va bolalariga sherik bo'lgin. Ularga yalgan va'dalarni bergin. Shaytonning ularga bergan va'dasi faqat aldamchilikdir. Shubhisizki, mening ixlosmand bandalarim ustidan sen hukmronlik qila olmaysan. Parvardigoring haqiqatan homiy bo'lishga yetarlikdir. Parvardigoringlar sizlarni fazlini, ya'ni fazlidan bo'lgan rizqinglarni talab qilsin deb, kemilarni sizlar uchun dengizda mangdirib berdi. O haqiqatan sizlarga nihoyatda mehribondir. Sizlar dengizda birə ofatga yo'liqqan cheg'inglarda esinglarga sizlar cho'qinayotgan ma'budlar kelmay, faqat Allohli keladi. Ya'ni inson bundaq chaqda Allohdan boshqaga iltijo qilmaydi. Allah sizlarni g'arq bo'lishdan qutqizib, aman eson quruqlikka chiqarganda yuz o'raysizlar. Ya'ni ixlosinglar tugab, avvalgi holtinglarga qaytib olasizlar. İnsan kufrlik qilg'uchidir. Ya'ni Allohning ne'matlarini inkor qilish insonning tabiatidir. Dengizda g'arq bo'lib ketishdan qutulguninglar bilan Allohning sizlarni yerga yutqizib etishidan yoki sizlarga osmondan tosh yog'dirib halok qilishidan, ondan sizlarni Allohning azobidan saqlaydigan hech homiy topolmasliginglardan qo'rqmamsizlar. Yoki Allohning sizlarni dengizda qayta qatnatqizib, dengizdagi chig'inlarda qora bo'ron chiqarib, kufrlik qilganliginglar tufaylidan sizlarni g'arq qilib etishidan, ondan sizlarga bizdan o'ch ilib beradigan hech ahadi topolmasliginglardan qo'rqmamsizlar. Shak shubhisizki, biz odam bolalarini hurmatli qildik. Ularni quruqlikda uloqlarga mindirdik. Dengizda kiyimlarga chiqardik. Ularni shirin yemekliklar bilan rizqlandirdik. Ularni mahluqotlarimizning nurg'unidan ustun qildik. Biz hamma odamni ularning nomi amali bilan chaqiradigan kunni esingda tutqin. Nomi amali o'ng qo'ldan berilganlar o'zlarining nomi amalini o'qiydi. Ularga qilchi zulm qilinmaydi. Bu dunyoda dili ko'r bo'lgan odam oxiratdami ko'r va texmi gumroh bo'ladi. Ular seni biz sana vahiy qilgan Qur'onga xiloflik qildirib, bizga Qur'ondan g'ayrini iftiro qildirishga tas qoldi. Ularning ko'ngildagidek qilganingda, albatta ular seni o'zlariga do'st qilib oladi. Seni biz haqda turishda mustahkam qilmagan bo'lsak, ularga mayli bo'lib ketgili haqiqatan tas qolgan eding. Agar shunda qiladigan bo'lsang, albatta sana dunyo va oxiratda aslab azob bergan bo'lardik. Ondan sen bizga qarshi yordam beradigan hech odam topolmayding. Ular seni zimindan, yurtingdan chiqarib etish uchun u yerda seni xotirjam turg'izmaslikqa urindi.
Şundaq bolğanda sen chiqib ketgandan keyin ular ozg'ini vaqt tura olaydi. Ya'ni ozg'ini vaqtdan keyin halok bo'ladi. Bu bizning sendan ilgari avatgan payg'ambarlarimiz haqida tutgan yo'limizdir. Ya'ni payg'ambarlarni orasidan haydab chiqargan har qanday ummatni halok qilish Allohning payg'ambarlari haqida tutgan yo'lidir. Tutgan yo'limizda o'zgarish topolmaysan. Ey Muhammed, kun qayrilgan vaqtdan tortib, qarong'i tushgan vaqtga qadar namoz o'qigin. Bamdad namazını mı o'qigin? Kunduzning va kechining farishtalari cho'qim bamdad namozida hozir bo'ladi. Sana nafli ibodat bo'lishi uchun kechining bir qismida namoz o'qishga, Qur'on o'qishga uyg'ong'in. Ey Muhammed, Parvardigoringning seni madihalanadigan o'ringa, ya'ni buyuk shafaat maqomiga turg'izishi haqiqatdir. Parvardigorim, meni qabramga o'ngishliq kirgizgin, qabramdan o'ngishliq chiqargin, menga dargohingdan haqqi yordam beradigan quvvat ato qilgin degin. Haqiqat, ya'ni islom keldi. Batil, ya'ni kufri yo'qoldi. Batil haqiqatan o'ngay yo'qoldi degin. Biz mo'minlarga, ya'ni ularning dillariga shifo va rahmat bo'ladigan Qur'on oyatlarini nozil qilamiz. Qur'on kofirlarga ziyondan boshqani ziyoda qilmaydi. Ya'ni ular Qur'onni tasdiq qilmaganlikdan ularning kufri texim oshidi. İnsonga turli ne'matlarni bersak, Parvardigorning ibodatidan yuz o'riydi. Cho'ngchilik qilib Parvardigordan yiroqlashidi. Uningga biror ko'ngilsizlik yetsa, Allohning rahmatidan ma'yuslanib ketadi. Har odam hidoyat va gumrohlikda o'z yo'li bo'yicha ish qiladi. Parvardigoringlar kimning to'g'ri yo'lda ekanligini obdan biladi. Ular sendan ruhning mohiyati haqida so'rashidi. Ruhning mohiyatini Parvardigorim biladi degin. Sizlarga faqat ozg'ina ilm berilgan. Agar biz xohlasak, sana vahiy qilgan Qur'onni albatta dillardan va musfaflardan ko'tarib o'tdik. Ondan uni asliga keltirishga bizga qarshi hech qanday homiy topolmayding. Faqat Parvardigoring rahmat qilish yuzidan uni ko'tarib o'tmadi. Allohning rahmati sana haqiqatan cho'ng bo'ldi. Aytqinki, agar insonlar, jinlar bu Qur'onning o'xshashini maydonga keltirish uchun yig'ilib bir-biriga yordamlashgan taqdirdami, uning o'xshashini keltira olmaydi. Bu Qur'onda insonlar uchun turli misollarni xilma-xil shaklda bayon qildik. Ro'shan paketlarning bo'lishiga qaramay, insonlarning to'lisi faqat haqiqatni inkor qiladi. Ular aytdi: "Toki sen bizga yer ostidan bir buloqni etildirib chiqarmag'icha sana hargiz ishonmaymiz. Yoki sening xurmiliq, talliq va o'tirisidan o'stanglar eqib turadigan bir beg'ing bo'lsin. Yoki sen aytgandek ustimizga osmonni parcha-parcha qilib tushirgin. Yoki payg'ambarlikingga guvochi qilib Allohni va farishtalarni oldimizga keltirgin. Yoki sening oltindan uying bo'lsin, yoki sen shoti bilan osmonga chiqqin, toki Alloh tarafidan sening uning bandisi va payg'ambarligi ekanliging yozilgan biz o'qiyalaydigan bir kitobni ilib tushmagicha sening osmonga chiqqanligingga hargiz ishonmaymiz. Ey Muhammad, ularga aytqinki, Alloh pokdir. Men faqat bir payg'ambar insonman. Allah'ның izni bo'lmasa, hech odam bir mo'jiza keltira olmaydi. Ular, ya'ni mushriklarning o'zlariga hidoyat, ya'ni payg'ambar bilan Qur'on kelgan chaqda iymon etmasliklari Alloh insonni payg'ambar qilib avatamdi deganliklari uchundir. Ey Muhammed, ularga aytqinki, mubodo ziminda, ya'ni zimin akildek minib yuradigan, o'ltiraqlashgan farishtalar bo'lsa edi, albatta ularga osmondan farishtani payg'ambar qilib tushirdik. Ey Muhammed, aytqinki, Alloh men bilan sizlarning oranglarda mening rostligimga guvoh bo'lishga yetarlikdir. Alloh haqiqatan bandalarining ahvolini bilib turg'uchidir, ko'rib turg'uchidir. Kimki Allah hidoyat qilgan ekan, o hidoyat topquchidir. Allah gumroh qilgan odamga Allohdan boshqa azobdan qutuldiradigan hech yordamchilarni topolmaysan. Qiyomat kuni ularni dum yatqizib so'ralgan ko'r, gacha, gaz soldi yig'imiz.
Ularning joyi jahannam bo'ladi. Jahannamning o'ti pastlab qolsa, ularga o'tni texmi yolqinjitimiz. Ularning oyatlarimizni inkor qilganliklari va chirigan so'ngak va to'pig'i aylanganimizdan keyin rastli qaytadan tirilib yangidan odam bo'lamdiq deganliklari uchun ularga berilgan jazo ana shudir. Osmonlarni, zimminni yaratgan Allohning ularga o'xshash insonlarni yarata oladiganligini ular bilmamdi. Allah ularning o'lishi va tirilishi uchun shak shubhasiz muayyan vaqt belgiladi. Zolimlar faqat kufrig'ili unaydi. Agar Parvardigorimning rahmat g'azinalari sizlarning qo'linglarda bo'lsa, chiqimdan, ya'ni tugab ketishidan qo'rqib, cho'qim bexillik qilatdinglar. Inson bexil keladi degin. Biz Musaga haqiqatan 9 ro'shan mo'jiza ato qildik. Musa Firavunga va uning qavmiga kelgan chaqda biz Musaga ulardan Isroil avlodini qo'yib etishni so'rag'in dedik. Firavun uningga: "Ey Musa, seni men cho'qim jadu qilingan deb o'ylayman" dedi. Musa: "Ey Firavun, bular ya'ni 9 mo'jizni faqat osmonlarning va zaminning Parvardigori mening rostligimni isbotlaydigan dalil qilib nozil qilganligini sen garchi tilingda iqror qilmasangmi, dilingda albatta obdan bilasan. Men seni, ey Firavun, haqiqatan halok bo'ludi deb o'ylayman" dedi. Firavun ularni Misr zamindan chiqarib etmoqchi bo'ldi. Biz Firavunni va uning bilan birga bo'lganlarni hammasini dengizga g'arq qilib etdik. Firavunni g'arq qilib etgandan keyin biz Isroil avlodiga Misr zaminda turinglar. Oxirat va'dasi, ya'ni qiyomat kelgan chaqda sizlarni qabranglardan mashargohga kofirlar bilan mo'minlarni aralash ilib kelamiz dedik. Qur'onni haqiqat asosida nozil qildik. Qur'onmi haqiqatni o'z ichiga olgan holda nozil bo'ldi. Seni biz faqat xush xabar berguchi, ogohlantirguchi qilib avatdik. Qur'onni kishilarga dona o'qib berishing uchun uni bo'lib nozil qildik. Uni tadrijiy nozil qildik. Qur'onga ishoninglar yoki ishonmanglar mayli. Chunki ishonishinglar Qur'onga kamolat, ishonmaslikinglar Qur'onga nuqson ilib kelmaydi degin. Shubhisizki Qur'on nozil bo'lishidan ilgari kitob berilganlar Qur'onni anglagan chog'larda ta'sirlanib darhol sajdaga bordi. Ular Parvardigorimiz pokdir, Parvardigorimizning va'dasi cho'qim o'rinlandi deydi. Ular yig'ilgan holda sajda qilishga yiqildi. Qur'onni anglash bilan ular Allohdan texmi aymindi. Allah deb atsanglarmı bo'ladi, Rahman deb atsanglarmı bo'ladi. Qaysini atsanglar hammasi yaxshidir. Chunki Allohning nurg'un go'zal ismlari bor degin. Namazında qiroatni mushriklar anglab qilib sana arziyat yetkazmasligi uchun yuqori ovoz bilanmi o'qimag'in. Mo'minlar anglamay qolmasligi uchun past ovoz bilanmi o'qimag'in. Ularning orasida o'tir yo'l tutqin. Aytqinki, jimi hamdu sana balisi bo'lishdan pok bo'lgan, saltanatida sheriki bo'lmagan, xorliqdan qutulish uchun do'stga muhtoj bo'lmagan, ya'ni xor bo'lmagan, yordamchiga muhtoj bo'lmagan Allohga xosdir. Allohni mukammal ravishda ulug'lig'in.